2020-yilning 3-may kuni soat 16:30 da Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Arslonboyli mahallasi hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, 73 yoshli fuqaro Captiva rusumli avtoulovi bilan harakatlanib kelayotganida boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomondan kelayotgan 34 yoshli fuqaro boshqaruvidagi T28 rusumli traktor yo'liga chiqib ketib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Oqibatda T28 rusumli traktor yo'lovchisi voyaga yetmagan 7-sinf o'quvchisi 13 yoshli bola tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan va ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 7-may kuni shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.